Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 19 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bekitganligini e'lon qildi. Bu Amerika hukumatining Xitoy Kompartiyasiga Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasi bo'yicha bergan eng qattiq ayblashi bo'ldi. Bayden hukumati Sharq Turkiston masalasida Trump hükümetinin Xitoyga qarshi tutgan pozitsiyasini davomlashtirganligini bildirgan. Amerika Davlat ishlari kotibi nomzodi Antony Blinken seshanba kunidagi parlament yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb sifatlashiga qo'shilganligini bildirgan. Joe Biden o'tgan yilgi prezidentlik saylovida Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilik yuz beryapti degan. Sharq Turkiston sürgün hükümetinin baş ministeri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining raisi va qo'rg'uvchisi Salih Xudoyor apandi Biden hükümetinin Sharq Turkiston masalasidagi maydonida cho'ng o'zgarish bo'lmaydiganligini, Biden hükümetinin Trump hükümetinin Xitoyga qarshi tutgan pozitsiyasini davomlashtirganligini va bu masalasini davomli kun tartibida tutadiganligini bildirganligini ifodaladi. Bu munosabat bilan Salih Xudoyor apandi yangi harakat chaqiriq e'lon qildi. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mazmunlarda basın. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammaning har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aldı bilan barliq qarindoshlarimizga bizga madad berganinglar uchun va bizni qo'llaganliginglar uchun rahmat aytaman. Hammalarningki xabaringlar bo'lg'idek Amerika hukumati Sharq Turkistondagi Xitoyninki Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston Turkiy xalqlar qarta qilgan jinoyatlarni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Hamda buning bilan bizningki harakatimiz to'xtab qolmasligi kerak aziz qarindoshlar. Bu biz uchun birinchi g'alaba desak bo'ladi. Ammo yo'limiz chiq davomlashadi. Biz hamda bugungi tema barliq xalqni harakatga chaqirdi. Bu ishni sizlarningki yordaminglar bo'lmay biz hal qilolmaydik. Shuning uchun men dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi shu Amerikadagi biz uchun biz bilan birlikda hamkorlashib harakat qilgan barliq qarindoshlarga samimiy rahmat aytaman. Bu umumiy xalqimizning g'alabasi bo'libmi Sharq Turkistondagi qirilayotgan qarindoshlarimizningki g'alabasi. Buningdan nima bildik desanglar, aziz qarindoshlar, biz harakat qilsak, ya'ni izchil harakat qilsak g'alaba qilamiz. Bir ishni vujudga chiqaraman desak, mayli bir kitobni o'qish bo'lsin, bir betni o'qib qo'yaplam, kitobni tamomlatib bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Va yoki masalan badan chiniqtiradiganlar bor, muskullarini chiqaraman deb chiniqsimi, bir qatim bir yarım saat yoki 1 soat bir kun chiniqib qo'yaplam, atsi muskullar chiqatmaydi aziz qarindoshlar. Izchillik bilan necha oy va yoki necha yil ketishi mumkin. Bu irqiy qirg'inchilik chiqarib e'tirof qildiramiz deb biz 2018-yilda boshlagandik. Oxirida 2,5 yillik vaqt ketdi, oxirida e'tirof qildira oldik. Masala bu yerda nima desak, masala izchillik bo'lish. Shuning uchun barliq xalqimizni izchillik harakat qilishinglarni chaqiramiz. Buning bilan tugab ketmaydi. Hozir Amerika buni e'tirof qilgandan keyin hamda Amerikaningki o'zininki irqiy qirg'inchilikqa qarshi qonuni bor. US Code Section 1091 da. Amerika qonuniniki 1091-moddasi. Bu moddaga nisbatan mushadiki Xitoy amaldorlarini, ya'ni mushadiki Xitoy diplomatlarini o'z ichiga olgan shu nimani Xitoy elchisini Amerika hukumati, ya'ni Adliya ministrligi jazolay oladi. Shuning uchun biz bunga Amerika hukumatini Adliya ministrligi bu chaqiriqni berdik
ve yana xalqimizniki bu chaqiriqqa destek berishinglarni chaqiriq qilamiz. Bo'lib Amerikadagi xalqimizniki bu chaqiriqqa destek berishinglarni chaqiramiz. Qanday destek bera olasizlar deganda, o'zimizniki har turishliq rayonniki o'ziniki parlament a'zolari, kongressmen bilan senatorlar bo'ladi. Shularga xat yozib, shularga telefon qilib, Adliya ministerligini, Xitoyningki mushadagi diplomatlarni va elchisini irqiy qirg'inchilik qonuniga nisbatan Amerikaningki US Code Section 1091 ga nisbatan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan jazolashini talab qilamiz. Sizlarmi shu talabimizni yetkazinglar deb chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Onundan sirt bu ishni yolg'iz menlam qilmayman, yolg'iz boshqalarlam qilmaymiz. Yana bu davomlashadi bizningki ishimiz. Ta bizning davlatimiz mustaqil bo'lguncha, ya'ni davlatimizni asliga keltirguncha bizga qutulish yo'q qarindoshlar. Buni obdan tushunaylik. Mustaqil davlatimiz bo'lmay turib bizningki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz, diniy erkinlikimiz va yoki madaniy erkinlikimiz va yoki mavjudligimizni saqlayolmaymiz. Shuning uchun barliq vositalar orqali xalqaro qonun bo'yicha biz shu mayli Amerika hukumati bo'lsin, mayli o'zimizningki turishliq davlatlarni bo'lsin, besin silishimiz kerak. Albatta, yolg'iz ham Amerikada to'xtab qolmaslik kerak bu ish. Biz barliq dunyodagi barliq qarindoshlarimizniki o'z turishliq davlatlardagi parlamentlarga, tashqi ishlar ministrligiga, shu yerdagi hukumatlarga chaqiriq qilishinglarni va Amerikadagi o'xshash Xitoyningki Sharq Turkistonda olib borayotgan bu irqiy qirg'inchilikni resmiy irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini chaqiriq qilishimiz kerak va davlatimizni besilib olgan davlat deb chaqiriq qilishimiz kerak. Biz birlikda harakat qilsak, biz cho'qim g'alaba qilamiz qarindoshlar. Balkim atsizlan bo'lmasligi mumkin, balkim o'gin bo'lmasligi mumkin. Ammo izchillik harakat qilsak, cho'qim g'alaba qilamiz. Buni necha qatim isbotlab bo'ldik. Bu hozirgi irqiy qirg'inchilik e'tirof qilishimizni buni isbotladi. Shuning bilan yana bir deydigan gapimiz barliq qarindoshlarniki bu yerda Alloh rozi bo'lsin bizga shaxsan menga madad berganinglar uchun. Allah ming rozi bo'lsin. Lekin sizlardan talab qildig'im bir kishini qo'llamanglar. Ya'ni meni qo'llamanglar. Yani meni qo'llamanglar deganim xato tushunmanglar. Da'vat qilim davoni, ya'ni davlatchilik davosimizni qo'llanglar. To'g'ri nimani qo'llanglar. Davlatimizni asliga keltirish yo'lini qo'llanglar, davoni qo'llanglar. Chunki men inson, men xato qilishim mumkin, xato so'z va yoki erkak so'zlab qilishim mumkin va inson bo'lish sifatim bilan men atogin Allah o'zi biladi. Bugun bor at yo'q bo'lishim mumkin. Biz atimiz bormi yo'qmi uni va'da hech kimniki at men cho'qim yashayman deydigan bir deyolmaydi. Shuni nisbatan olgan chog'da xalqimiz davoni qo'llash kerak. Sharq Turkiston davlat davosini, mustaqillik davomizni qo'llashinglarni chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Va bu yo'lda harakat qilishinglarni chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Surgun hukumat hamda asta-asta kuchlanayotdi Allohga shukr. Lekin yana sizlarniki, ya'ni xalqniki kuchi bilan kuchi bo'lmasa biz nishonlarimizga yetolmaymiz, ya'ni davlatimizni aslo keltirolmaymiz. Shuning uchun barliq qarindoshlarni, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarni bu chaqiriq qilamanki, bizga destek beringlar. Destek beringlar deganim bu yerda mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, iqtisod talab qilmaydim. Ammo ICC xalqaro jinoiy ishlar sudimizdagi arz davom qilyapti va buningga sal yana iqtisod ketadi. Shuning uchun buningga sal iqtisodiy yordam kerak. Uningdan sirt o'zingizning biliminglar bilan, masalan, xat yoza oladiganlar bo'lsa, tarjima qila oladiganlar bo'lsa, so'zlay oladiganlar bo'lsa, bayonot yoza oladiganlar bo'lsa, bunda qarindoshlar bilan biz bilan birlikda hamkorlashib yordam qilishinglarni chaqiriq qilaman. Hukumatga xizmat qilishinglarni chaqiriq qilaman. Bu yerda men uchun xizmat qilmaysizlar.
yoki G'ulom apandim uchun xizmat qilmaysizlar. Sharq Turkiston davası uchun xizmat qilsizlar qarindoshlar. Bizga har davlatda, har muhim davlatlar, mayli Angliyada bo'lsin, mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Yaponiyada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Fransiyada bo'lsin, mayli Germaniyada bo'lsin, mayli Kanadada bo'lsin, har davlatda ish qila oladigan, harakat qiladigan odamlar ehtiyojimiz bor davomimiz uchun. Shuning uchun har davlatga elchi tayinlashimiz kerak. Shuning uchun o'zinglarni qobiliyatingizga nisbatan biz bilan aloqalashib, qanday ish qila oladigan bo'lsanglar, mana shu yordam qila olaydim deb yordam berishinglarni talab qilaman qarindoshlar. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Yana bizningki harakatimiz izchil davomlashadi va sizlarnikimi izchil harakatinglarni davom qilishinglarni chaqiriq qilaman. Bizniki davlatimizni ta mustaqil qilmay turib, bizniki qutulishimiz yo'q aziz qarindoshlar. Biz mavjudligimizni saqlab qolmaymiz. Shuning uchun buni tushunishinglarni va davlat davosini qo'llashinglarni chaqiriq qilaman. Shaxsiy meni qo'llashinglarni yoki G'ulom apandimni yoki boshqasini qo'llashinglarni emas, davlatimizning davosini, davlatimizni asliga keltirish, mustaqilligimizni asliga keltirish davosini qo'llashinglarni chaqiriq qilaman. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.